Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah Teala'ga hamd sanalar, Peygamberimizge dua salamlar olsun. Muhterem ez qarindoshlar, bugun yana oldingi darsning davomini davomlashtiramiz. Yanalam taqdir haqida to'xtalamiz. Bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema taqdir va inson irodasi degan temasi bo'ladi. Taqdirni to'g'ri tushunish va taqdirga iymon keltirishda qanoatlanish uchun taqdir bilan insonning irodasiga munosabatlik bir bo'lak haqiqatlarni yaxshi tushunish lozim. Birinchi haqiqat taqdirga iymon keltirish Allah'a ve Allah'ın yegan zat ekanligiga iymon keltirishning bir tarmoqidir. Taqdirga iymon keltirish demek Allah'ın hammani bilib turadiganligi, hamma ishdan xabardor ekanligi, hem dunyodagi har qanday ishning Allah'ın iradesi bilen bo'lganligi, hem de u zatning har qanday ishga qodir ekanligi, hikmat bilan ish qilganligi ve adil zat ekanligiga ishonishning bir tarmoqidir. Yoki yuqorqi sifatlarga iymon keltirishning bir tarmoqidir. Mana bu taqdirninki ma'nosi yoki taqdirninki taqozosi. Bunu o'tgan qatimdami so'zlab o'tgan edik. Albatta Allah'ın yegan zat ekanligiga ve güzel isim sifatlariga ishongan musulmonning taqdiriga iymon keltirishi vaciptir. Yani Allah'ın birligiga ishonish ve Allah'ın isim sifatlariga iymon keltirish taqdirga iymon keltirishni taqozo qiladi. Çünkü Allah Teala inna kulla şeyin halaqnahu biqadar. Biz kainatdagi mavjudiyat har qanday narsani o'lcham bilan yaratdik. O'lchamli qilib yaratdik. Bu oyat qarasak Allah'ın her bir narsani azaldan tatib miqdorni bekitish asosida yaratganligini ve kainat yüz berdigan her qanday ishlarni azaldan tatib bekitib etganligini ko'rsatib berdi. Bu birinchi haqiqat. Taqdir meselesida to'xtalish tegishlik yoki tushunish tegishlik ikkinchi haqiqat shuki, kainat yüz berayotgan her qanday bir narsa Allah'ın iradesi bilen bo'ladi. Allah irad qilgan ish yuz berdi. Allah irad qilmagan ish yuz bermaydi. Bu kainat hech qanday bir so'z, hech qanday bir ish harakat yoki hech qanday bir narsa Allah'ın iradesidan halqib ketolmaydi. Yoki Allah'ın iradesidan chetni qochib ketolmaydi. Qur'on-i Karim bu to'g'risida وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah irad qilmasa sizlar irad qilanmaysizlar. Sizlarning irodanglar Allah'ın iradəsinin dairesi içinde bo'ladi. Şu insan Allah irada qilmagan bir ish harakatni qilolmaydi. Yoki Allah'ın iradasidanki sirtiga chiqib ketolmaydi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın iradesinden çeksiz irade ekanligini biz aniq ko'rsatib fa'alun lima yurid. Allah Teala o'z irod qilgan har qanday ishni qila oladigan zot. O'z irod qilgan ishni cho'qim qiladi.
Allah'ın iradesi mutlaq, cheksiz irade bo'lganligi uchun Allah Taala xoliqini qilalaydi. Şuna hech qanday bir maxluq Allah'ın cheksiz iradesiga cheklim qo'yolmaydi. Yoki to'saqlik paydo qilolmaydi. Yoki Allah'ni ojiz o'rin tushirolmaydi. Chunki Allah Taala har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsa, faqat bir so'zi bilan, bir qatimliq buyruq bilan Allah hal qiladi. İnnama amruhu iza arada shay'an ay yaqula law kun fayakun. Allah bir ishni qilmoqchi bo'lsa, qandaylik bir ish bo'lsin, yoritish olsun yoki yo'qotish olsun, faqat bo'l deydi, o nas bo'ladi. Bir so'z bilan Allah hal qiladi. Allah'ın iradesi cheksiz irade bo'lsa-mu, lekin bu irade hech qanday bir inson zulm qilmaydiganligini bilish lazım. Allah'ın iradesi cheksiz irade. Bununla imanımız var. Lekin Allah'ın bu cheksiz iradesi hech qanday bir inson zulm qilmaydi. Çünkü Allah Teala özüne ve ennallaha leysa bizallamin lil abid. Allah insanlar zulm qilmaydi. Adaletsizlik qilmaydi deb sifatladi. Bu dünya sınav dünyası bo'lganligi uchun Allah bazı insonga kengri ne'matlarni berib sinaydi. Bazı insonlarga azroq berib sinaydi. Bazı insonlarni sog'lom qiladi, bazı insonlarni kasal qiladi. Bu ishlarning qaysi birisida zulm mavjudmi, zulm mavjud emas. Çünkü Allah insanlarni özü biladigan hikmet uygun her türlü usullar bilan, her türlü narsalar bilan sinaydi. Bu ikkinchi haqiqat. Üçüncü haqiqat, takdirning ma'nosi Allah'ın ezelden tartib hamma narsalarni bilib turadiganligini ko'rsatadi. Qazo degan bo'lsa, ya qazoning hukmi ya tushunchasi bo'lsa, Allah'ın takdir qilgan ishlarining Allah belgilagan shaklda ve belgilagan vaqtda oldi-keyin bo'lib qolmay ijro bo'lganligini ko'rsatadi. Buni o'tgan qatimliq darsda izohlagan edik. Allah'ın hamma narsa bilib turadiganligidan iborat bu sifati yoki Allah'ınki ilmining roli takdir sohasida faqat echib berish rolini o'ynaydi. Biz takdirni tushunishni birinchi qilib Allah'ın ilmining cheksizligini bilish lozim dedik. Allah'ın hamma narsani bilib turadiganlikdan iborat bu sifati takdir masalasi faqat echib berish. İşning oqibatini ko'rsatib berish, qanday bo'lganligini deb berish ya qanday bo'lganligini bildirishdan iborat bu rolni o'ynaydi. Herkesmi Allah'ın dünya kainatdagi bütün ishlarni bilib turadiganligi insonni muayyan bir yo'linishga majburlamaydi. Yani Allah mening azaldan tortib hidoyat ma'noganligini bilib turgan, shu hidoyat zo'rlab desak bo'lmaydi. Yoki bir inson xato ishlarni qilayotgan bo'lsa, yoki ozg'un yo'l qadam qo'yib qolgan bo'lsa, bu taqdirkan. Allah o'z vaqtida mening ozg'un yo'lda ma'noganligimni biladi ekan, shu meni majburlab desa bo'lmaydi. Allah'ın insanlarınki ahvalini bildiğanlığı ilahlıkның taqazzası. Yaratqıçılıqның süpti. Şu xil ilimga ega bo'lganlik uchun bizni yaratdi. Agar u xil ilm ega bo'lmagan bo'lsa bizni yaratolmaydi. Shunga bizningki tinavatgan tinaqlarimizni, mijoz ahvollarimizni, fikrlarimizni kallamizdan chiqarmagan bütün narsalarni biladi o'sadi. Lekin Allah'ın bu bilishi insanın muayyen bir yo'linishga majburlamaydi. Şuna insan öz iradesiga bo'ysunmaydigan yoki o'zining erkinligiga tabe bo'lmaydigan ishlardan hisob tortilmaydi. Masalan, ba'zilarning erkak, ba'zilarninki ayol bo'lib yaratilish. Buningdan hisob bormi, hisob yo'q.
Bazılarının vatanda, bazılarının İstanbul tug'ilib qolishida hisob bormisi yo'q. Çünkü bu insanın ixtiyorligiga erkinlik bo'ysunmaydigan ishlar. Hisob yoki mas'uliyat insonniki erkinligiga, ixtiyorligiga bo'ysunadigan ishlarda bo'ladi. Bu uchinchi haqiqat. Allah'ın dördüncü hakikat, Allah'ın mutlak, yak cheksiz iradəyə ega ekanligini ta'kidlagan Qur'oni Karim, albatta insonning irodalik bir maxluq ekanligini inkor qilmaydi. Allah'ın mutlak iradəyə ega ekanligini sifatlagan yoki ta'kidlagan Qur'oni Karim, bu dunyoga buyuk vazif uchun yaratilgan insonning irodasiga sal qaramaydi. Çünkü insan bu dünyaya muayyen bir vazifeni ada qilish uchun yaratilgan. Hem de en ağır mas'uliyat yüklengen. İnsan Allah'ın aldıda mas'uliyat tortilgan bo'lg'achqa, Allah insonga tanlay oladigan, qabul qila oladigan yoki rad qila oladigan iqtidor ato qilgan. İnsandaki tanlash iqtidori insonning aqlida, insonning irodasida ko'rinib turadi, do'st, ko'rinib turdi. İnson iroda va tanlashga ega bo'lganlik uchun hidoyat yoki ozg'unlikdan iborat ikki yo'lning birisini tanlay oladi. İnsanda iroda bormisi bor. İnsanda tanlash erkinligi bormisi bor. Demak, inson tanlash va irodaga yoki iroda va tanlashdan iborat ikki xil sifatga ega bo'lganlik uchun hidoyat yoki ozg'unlikdan iborat ikki yo'lning birisini tanlash iqtidori ega. Qur'oni Karim bu to'g'risida va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Parvardigoringlar tarafidan sizlarga haqiqat kelganligini deb qo'y insonlar. Parvardigorimiz tarafidan kelgan narsaning hammasi haqiqatdir. Bunun xoligan odamlar iymon keltirsin. Allah tarafidan kelgan bu vahiyga xoligan insonlar ishonsin. Jannat kirishni orzu qilgan, oxirat hisobidan sog'lom o'tishni umid qilgan insonlar ishonsin. Xoligan insonlar kofir bo'lsa o'zidan ishlaydi. Lekin qiyomatda birdigan hisobni unutib qolmasin. Ammo bu dunyoda ishonish, ishonmaslik ixtiyorlik insonga berildi. Degan. Bu to'rtinchi haqiqat. Beshinchi haqiqat, Allah insonni aqliy haqiqatlarni his qila oladigan va vahiyning ko'rsatmalarini tushuna oladigan aql aloyidligi bilan ta'minlagan. Ya'ni insonga aqldan iborat buyuk ne'matni ato qilgan. Inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Mana bularda aqli va odamlarga, tafakkur qilgan insonlarga, o'ylanadigan, izlanadigan insonlarga nurg'unlagan alomatlar bor. Mayli inson haqqi o'z haqida o'ylansin, mayli zamin haqida o'ylansin, mayli osmon haqida o'ylansin, qaysi bir narsada o'ylanadigan bo'lsa, Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Bu faqat nimaga bog'liq desa, o'ylanishga bog'liq. Aqlini ishlatishga bog'liq, tafakkur qilishga bog'liq. Allah yana inson aqldan boshqa nurg'un imkoniyatlarni, iqtidorlarni, energiyalarni, tasavvurlarni, go'zallikni va sog'lom xarakterlarni bergan.
Allah'ın insana bergen nimet çeksiz. Asman zimini insanın menfaat üçün boysundur bergen. Hem bunundan faydalanış üçün insanga akıl, irade, iktidar, energiya, tasavvur, güzellik ve sağlam karakter ve başka nurgun nimetlerini ata qilgan. İnsanın karakteri iman bilen yaxşılıkni qabul qila oladigan yoki to'g'ri bilan xatoni ayriya oladigan iqtidor bilan yaratilgan. İnsanın karakteriga qarasak, iman bilan yaxshilik qabul qila oladi. Yoki to'g'ri bilan xatoni yoki hidoyat bilan ozg'unlikni farq eta oladi. Shu insonning sağlam karakteri o'zgarib ketmasa, bu sağlam karakter insonni yaxshilikqa, hidoyatga chaqirdi. Qur'oni Karim bu haqda fa'aqim vajhaka lid-din hanifa. Sen to'g'ri bo'lgan dinni tanla. Çünkü Allah Teala insanın karakterde, insanın sap karakterde Perverdigar'ın tonuştuğunu ibaret bir xil karakterini yaratkan. Sen bunun boysun. Tabii karakterin boyunca iş kıldı. La tabdila li halqillah. Allah yaratkan bu tabii karakterini buzup etmesi gerek. Bunu özgertip etmesi gerekti. Tabii karakter olsa insanını Perverdigar'a başlap vardı. Mana bu doğru yoldu. Lekin köplüge adamlar tabii karakterinin buzulganlık için bu hakikatini bilmeydi. Bugün günlük qaraydigan bolsak, dinsizlik avjağan, atizmlik baza tapqan, skolarizm deb atalgan yoki almanizm deb atalgan aqim avjağan G'arb dünyasida hidoyat qaytish, Perverdigar haqida izlanish, to'g'ri yo'l haqida tafakkur qilish ahvollari ko'rilmoqda. Bu vabo sabablik insonlar qaytadan o'ylanmoqda. Ahiret hayotning borlig'i haqida izlanmoqda. Bu dunyo nima uchun kelganlik haqida tafakkur qilmoqda. Şundaqla Allah Teala insanga yuqorqi nimetlerden sırt peygamberlerini avatib bergan ve ilahi kitaplarını tushirib bergan. Şuna Allah Teala bir millet peygamber avatmay turib ya kitap tushirmay turib onu azaplayman deb jakalagan. Ve ma kunna muazzibina hatta nab'atha rasula. Biz peygamber avatmay turib jazolamaymiz. Bugün kunlik qarasak, bütün dunyoga ilahi kitap bo'lgan Qur'oni Karim tonuşturuldu. Bu kitap orqali Muhammed Aleyhisselam'ның bütün dunyoga avatilgan, bütün insonlarga avatilgan peygamber ekanligi e'lon qilindi. Bu 5-chi haqiqat. 6-cı hakikat, insan bu dünyaya bir mesuliyetini ada qilish için, kelganlik için, hem bu mesuliyet hakkında ahirda Allah hesap beradiganlik için erkin iradega ega bo'lish lazım. İnsanda erkinlik bo'lmasa, irade bo'lmasa, mesuliyetning huddisidan chiqolmaydi. Bu mesele bugün günlük hammamizga ro'shan aniq tushunildi deb qarayman. Agar insonda iroda bo'lmasa, insonni iroda qilmagan ishlarga hisob tortish u vaqt zulm hisoblanib qoladi. Halbuki Allah Teala o'zini hech qanday bir inson zulm qilmayman deb e'lon qildi. Nima ish qilsa, Allah insonga erkinlik berdi. Tanlash ixtiyorligini berdi. Ve başka nurgun imkaniyetlerini verdi. İnsanda irade var. Tanlash iqtidar var. Şunun için hech qanday bir insan o'zi paydo qilgan xatoliklarni
takdirga atıp koyup bolmaydı. Hatalık sadır kılıp, dinimiz çekilgen hata işlerini peyda kılıp, takdir pişanım yazıp koydukinde bağını gösterse, doğru olmaydı. Ekılık ama uygun bulmaydı. Allah insanların takdirini yazıp etken bolsa, bunu Allah öz üçün yazıp koydu. Çünkü Allah insanların tuğuluşta ilgili ve hatta tuğulgan kadar, tuğulup hayatının ahırı kadar ne görüp ne toxtaydıganlık qandaş qılıp bilemsiz bilet. Şunu Allah Taala öz bilginin asasına yazdı. Biz üçün yazıp koymadı. Şunu biz takdirimizde ya pişanımızda nimenin yazılganlığını bilmeymiz. Belki biz Allah'ın bizden buyurganlığını, bu işni qil, bu işni qilma deb buyurganlığını bilemiz. Hareket qılanglar deganni bilemiz. Amel qılanglar deganni bilemiz. Tirishinglar deganni bilemiz. Hidayet yolda meninglar deganni bilemiz. Xata ishlardan saqlaninglar deganni bilemiz. Şunu bu Allah'ın o'ziga yozib qo'ygan taqdirni bahona qilib ko'rsatsak bo'lmaydi. Uning ustiga Allohninki yozib qo'ygan taqdiri. Biz ilgari to'xtaldik. Taqdir biz Lavhil Mahfuzda yoziladi. Osmon zamin yaratilish ilgari yozilgan edi. Enin kendin insanın ömürlük takdir dedik. İnsan tuğulduğu vaxtda, anısının qo'sqidik vaxtda bir bölük işlerinin takdir qıldıqanlığı. Enin kendi yıllık takdir dedik. Enin kendi küllik takdir deb 4 türlük meseleni ötkenini qıstırıp öttük. Yani bu 4 türlük takdirninki yazılganlığı insanı muayyen bir yolga qıstamdı, qıstamaydı. Hidayet yoki azg'onlik, yaxshi yoki yomon yo'lning birisiga yuzlandiramiz, yuzlandirmaydi. Uning aloqasi yo'q. Pütülüp ketken bu takdir insanı muayyen yolda mecburlamaydı. Bu yazılış Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti, Allah'ın yaratkuçuluk süpüteki karta şekillengen bir ahval. Allah hemen bilge şunu yazıp koydu. Ama özü şu yazdı. Şunu biz bilmeyimiz. Bizden nemdep yazılganımız. Bu gaybi işlerini katardı. Bilgen bolsak o'rinliq qilishimiz mumkin. Ish harakat qilmasligimiz mumkin. Sabab qilmasligimiz mumkin. Shuning uchun bildirmadi. Balki sizlar tirishinglar dedi. Taqdiringni o'zingni belgilanglar dedi. Taqdiringni o'zingni hosil qilinglar dedi. Yaxshilarning qatoridan bo'linglar dedi. Cinayetçi yoki asi insonlarning qatoridan bo'lib qolmanglar dedi. Shuning uchun inson o'zining taqdirini o'z belgilash huquqi ega. Nima uchun? Aql bor, iroda bor, tanlash erkinligi bor. Pishoning u yozilib qolibdi-ekan, bu yozilib qolibdi-ekan degan bahonani ko'rsatish aqlga sig'maydi. Hem mantıqıma uygun gelmeydi. Çünkü insan yaxşılık yoki yomonlik, hidayet ve azg'unlikdan ibaret ikki türlük ishdanki qaysi birisini qilaman desa tanlash iqtidoriga. Uning ustiga Alloh taolo insonning xarakterini yaxshilikni yoki yomonlikni, hidayetni ve azg'unlikni teng qabul qila oladigan qilib yaratgan. Her bir insanın karakteri qarsak, yaxşılık mı var, yamanlık mı var? Yaxşılık tarafı hidayet tarafı, yamanlık tarafı nefsani tarafı yoki şeytani tarafı. İnsanın karakterde, her bir insanın karakterde yaxşılık, yamanlık ya hidayet, azg'unlik tarafı bağımız var. Muşunda karakteri ölen yaratılgan. Şuna u olab qaptıken, takdirde bu yazılıptıken, pişane bu yazılıptıken bu bahane akmaydı. Çünkü sizin karakterinizde hidayetni qabul qilish iqtidorim bor, azg'unlikni qabul qilish iqtidorim bor, yaxshi yo'lda menish ortiqchiligingiz bor, yaxshi yo'lda menish iqtidoringiz bor, ham yomon yo'lda menish iqtidoringiz bor. Qur'oni Karim bu haqiqatni fahadaynahun najdayn va hadaynahun najdayn. İnsan ikki yo'lni ko'rsatdi. İnsanning xarakteriga ikki yo'lni aniq deb berdik. Ikki yo'lni ro'shan ifodalab berdik. Yani bir ayet inna hadeynahu sabila imma şakira ve imma kafura.
Biz insan işki yolunu gösterdik. Ya şükür yolunu tutupman, hidayet yolunu tutupman, Allah'ın bergen nimetlerine şükür kıl. Ya kuman biz Allah'ın bergen nimet inkar kılıp, tuzkorluk kılıp, hemmeni özem eriştim de, hemmeni özemden kabiliyetini taptım da, tuzkorluk kılıp kafir ol. Ya Allah'a şükür etip cennet giriş, ya ki Allah'a tuzkorluk kılıp, dozakka gir. İhtiyarlık sende. Tallas sende. Bana bu 6 türlük hakikat. Biz takdir meselesini yaxşı tushunish uchun, hem takdirde qanoat topishimiz uchun, hem takdir meselesinde shubhi va gumonliq savollarga yoki ko'z qarashlarga yoki fitnalarga kirib qolmasligimiz uchun mush 6 turlik haqiqatni o'zlashtirsak, takdir meselesi tushunchamiz ro'shanlashadi. Kelar hafta Alloh xolisa bu takdir to'g'risidagi shubhilar qarta, bu to'g'riliq turiklik chiqqan bahonalar qarta shubhilar haqida to'xtalamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.